Tikuvchilarga ham qandaydir kurslaringiz bormi? Chunki ular o'zlari tikishlarni biladi. Ular nimani o'rganib olish mumkin sizdan? Tikuvchilarga professional kursimiz bor. Bu kursda bizni atelyeni boshqarish, do'konlarni ochish, o'zini brendini yaratish, o'zini ustida qayta ishlash, yana ham aniqrog'i andizalar bilan mukammal ishlashdi. Bunda ish jarayoni, protsess tezlashadi. Ha deb 2-3 martalab mijozni bezda qilib primerkaga chaqirilmaydi. Qolipda tushadigan andizalarni beramiz. Hamma mana shu 15 yil davomida ishlash jarayonimda tayyor kiyimlarni переделкасini ham qilganmiz. O'zimiz ham klientlar bilan doimiy ishlaganimizga tayyor brendli kiyimlarda ham nuqsonli ayblar bo'ladi. O'shalardan ham yig'ib andazamizni biz eng mukammal holatga olib kelganmiz. Qolipda tushadi bittada. Даже primerkasiz ham juda ham ko'p tikamiz. Shunaqa darajada professional ishlash o'rganishadi. Xodimlarni boshqarish, shogirdlar bilan qanaqa ishlash, hammasini mana shu professional kursimizda beramiz.